Assalomu alaykum. Baytullohga kelgan ziyoratchi sifatida haj davomida siz uchun eng muhim narsa bu salomatligingizdir. Makkada havo harorati 45 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun haj ibodatingizni qulay ado etishingiz uchun mendan 6 ta eng muhim maslahatni qabul qiling. Birinchidan, chanqoq his qilmasangiz ham doimo suv ichib turing. Ikkinchidan, ertalabki soat 10 dan kechki 16 gacha quyoshning tik nuri ostida yurishdan mutlaqo saqlaning. Uchinchidan, soyabon bu shunchaki dabdaba emas, uni doimo boshingiz ustida tutishga harakat qiling. To'rtinchidan, teri qizarishi yoki shilinishi, ochishishi sizni bezovta qilmasligi uchun harakatlanishdan oldin va keyin muntazam ravishda yumshatuvchi surtmalardan, mazdan foydalaning. Beshinchidan, doimo o'zingiz bilan paxtali matodan bo'lgan zaxira ehrom kiyimi hamda piyoda yurish uchun qulay va mos poyabzal olib yuring. Oltinchidan, amallarni bajarish orasida tanangizga dam bering. Agar charchoq sezsangiz, o'zingizni majburlamang. Soyada o'tiring, badaningizni suv bilan sovuting va yaqin atrofdagi Nusuq Care xodimlariga murojaat qiling yoki 1966 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Ular sizga yordam berish uchun u yerda shay turibdilar. Alloh sizga quvvat bersin va ibodatlaringizni qabul qilsin.